Assalomu alaykum. Parij quvozlari videomizni kuzatib borayotgan podpischilar, musofirdagilar, mana makonlarimiz. Ana bedana makon ham tug'di, xudo xolasa mana. Shu makonimizdan tug'may kirdi. Hozir ikkita qora, bitta bedana o'zi tug'may kirdi, xudo xolasa 3tasi tug'yapti. Qiziqqanlar bo'lsa lichkaga yozaverasizlar, Telegram, WhatsApp nomerlarimiz bor. Buni xudo xolasa mana 7-oyga o'tishdi. 7 oylik bo'ldi cho'jalar. Cho'ja makonlar mana tuxumga kirib kecha kuni ashi tug'di bedana. Endi mana o'zi sal yaqinroqqa o'xshayapti. Mana o'zi uzoqroqqa o'xshayapti. Makonlarimiz, ishqibozlar. Kimga tuxumlar kerak bo'lsa, aytaverasizlar, murojaat qilaverasizlar. Toza Vyetnam bolalari. Bu badanchini qo'shdik otasiga. Mana badanchini Vyetnamdan kelganiga ularni smeshya qilib tushirdik. Shuni bolalari, makonlar. Hozir 3tasi tuxumda. Qiziqqanlar bo'lsa like, podpiska qilib qo'yasizlar. Yana ham yaqinroqdan ertaroq ko'rishga qilasizlar. Musofirdagilarga hammasiga rahmat deymiz. Qo'llab-quvvatlayotganlarga. Qiziqqanlar bo'lsa chiqaverasizlar. Bah. Xo'rozimiz mana. Beli 2-tulakka o'tdi mana, xudo xolasa. Badanchi. Endi shu malla ham kirib qoladiganga o'xshab turibdi tuxumga, xudo xolasa. Vyetnam. Otasi ham rosa katta pullar yurishib yurgan xo'roz edi. Endi smeshya qilyapmiz. Mana qanaqa chiqar ekan bular. Bolalar tuxumlarni to'pladi, bir partiya bostirib qo'yganmiz. Xudo xolasa yana bir 15-14 kunliki anaqasi qoldi. 14 kunda olsa kerak, xudo xolasa. Xo'rozimiz Tulovda yuribdi mana, maza qilib. Mana shu makonimiz tug'di. Xo'p. Shaharda salam yurib qoldi, havolar kecha issiqda. Qiynalishdi rosa. Isib ketdi-yu. Hatto bugun sal kecha bugun yaxshi havo. Qiziqqanlar bo'lsa chiqaverasizlar aloqaga. Nomerlarimiz bor. Kimga zotga kerak bo'ladigan bo'lsa aytaverasizlar. Unisi anaqa deydi, javob deydi. Bizga ham aniq narsa. Chunki eko tomonini ham noldan ham chiqyapmiz. O'zimiz olib kelib tuxumini olib, bostirib, chiqarib, katta qilib, endi yaxshi xo'rozlar olib kelib qo'shdik. Xudo xolasa, eko tomoni ham urushqa liniya badanchi. 100 ga 100 badanchi, xudo xolasa. Qiziqqanlar bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. E'tibor uchun rahmat. Like, podpiska bosib qo'yasizlar. Musofirdagilarga ham rahmat, qo'llab-quvvatlayotganlarga. Tan joninglar sog' bo'lsin. Boringlarga shukr. Rahmat.